Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. Bugungi Max Tuningdagi mehmonimiz mana tojikistonlik mijozlarimiz bo'lishadi. Avtomobilni mana Tojikistondan haydab kelishgan. Nomerni ham o'zlarining yillariga to'g'rilab olganligi kerak. 1973 bo'lib turibdi. Xudo xolisi bizda ham shunaqa nomerlar chiqadi, bemalol olamiz deyishyapti. Xo'p, biz avtomobilimizni основной qilingan ishi salon qismida bo'ldi. Mehr salonga berildi. Ko'rasiz, даже tonirovka ham yo'q. Xo'p. Rul, multirul qilib berdi. Polni kojinli qilib, konkretniy rulni ham bunaqa idealni qilib berganmiz. Malibu 2 bar uстановка qilib berdi. Kardinaldan bunaqa München sidena chexollarini ham taqib berganmiz. Bu ham premium mahsulot hisoblanadi. Polni salon Matviya Akprint ham qilingan. Eng katta ishlardan bittasi bu to'liq premium klassda shum izolyatsiya qilingan bo'lib turibdi. Eski mahsulotlardan foydalangan holatda. Xo'p, salon podsvetkali bo'lgan, knopkasi, oyoqdagi ledlari bo'lgan, cho'nchakli karmashka bo'lgan, polni akprintli bo'lgan. Koja qilmaganimiz sababi keyinchalik polni proyekt qilmoqchimiz. Eshik obshivka, torpedka, tablolari bilan birga o'rnatamiz xudo xolisi. Xo'p, endi o'tirib birma-bir obzor qilsak ham bo'ladi. Mana bu yoqda TS CC3 monitorimiz bor. Zadniy kameralari bilan o'rnatilgan. Qaranglar. Mana rulni bursak, bunaqa palasalari buriladi. Haqiqiy bir o'zini zavodskiy kameralarga o'xshatib o'rnatilgan. Kameralarimiz ham Full HD mana. Quyosh tushayotgan hisobga olmasa idealni ko'rsatyapti. Ekranga quyosh tushyapti. CC3 mana bunaqa tepada turadigan ramkalari bilan o'rnatib qo'yganmiz. Bu ham idealni tushadi, zazorlari joyida, akprintlar qilib qo'yganmiz. Pechga havo chiqarishlari ham yaxshi, mana ko'rsatamiz. To'g'ri, chetidagi bo'lmaydi, lekin yaxshi chiqaryapti. Mana bundoqda yana ham mo'shni bo'ladi. Xudo xolisi bular ham joy-joyida turibdi. Hammasiga garantiya berib, shumkalarni qilib o'rnatib berganmiz. Rulimizda cruise control aktiv bo'lgan. Knopka signal, multimediyasi ulangan ishlab turibdi. Akprintlari ham bunaqa tobida qilib qo'yilgan, polni salon bir xil qilib. Ramkalar akprint, Malibu 2 barimizdan ham ustki qismi akprint qilingan holatda. Cho'nchaklari ham bunaqa karmashka qilinadi, karpet qilingan. Zaryadka bor, ruchnoy tormoz original ovozsiz, parrandali bigushi platali, shaxtali kronshtayn bilan qotgan, ularga ham garantiya beramiz. 3 ta knopkali bar, bittasiga bagaj ochishni mana ulab qo'ydik. Даже bu monitorimizda ham ko'rsatadi. Hammasi o'sha mashinaga zavodskiy qilib o'rnatilgan kambus bloklar bilan bir-biri bilan sinxron bo'lib ishlaydi. Mashinada nima bo'layotganini monitordan ko'rsatsa bo'ladi. Podsvetka loyotiga qilindi, Evacor Polik, o'zini shtatniy pultdan avtozapusк yoqildi. И bunaqa 4 ta peshalkalarni ham o'rnatib qo'yganmiz. Xullas, tojikistonlik mijozlarimizdan ishligini chiroyli qilib bitirib berdik. Hamma narsasi tayyor, ishonchlimi dedilar. Ishonchli dedik, garantiya berib qilib beramiz dedik. Allohga tavakkalda chiroyli tashlab ketdilar. Xudo xolisi mana chiroyli topshiramiz. Yaxshi kunlarda xizmat qilib maza haydashadi. Xudo xolisi. Mana sidenicha qo'llarimiz orqalarini ham ko'rsatamiz. Tayyor holatda avtomobilimiz. Mana shunaqa xizmatlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga Max Tuningga murojaat qilaverasizlar.